Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugungi savdomiz Xudo xolasa ertalabdan bir Nexia 2 qo'yib berdik. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. 5 million so'm pul bilan dogovor berdik. Nukusdan bir og'amiz telefon qilib turibdilar. Plastik kiyza pul tashlab yo'lga chiqaman deb. Adingiz kim og'a? Assalomu alaykum, yana bir bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alisher. Alisher aka, hozir telefon Ha, nomerlaringizni ko'rsatib o'tamiz. Mumkinmi telefon nomeringizni ko'rsatib o'tsak? bo'ldi mumkin. 91lik 394 74 74. Nukus nerdan sig'ib? Nukusdan o'yinlandi. Nukusda o'zindan ay. Hı. Alisher manda dezmi adingiz? Alisher. 1 million so'm tashlaganingiz plastikda ko'rindi og'a, yo'lga chiqishingiz mumkin. Mashinani ko'rdingiz axir videoda. Ko'rdim mashina unaqa. Bo'ldi, siz ham ma'qul bo'lgan bo'lsa yo'lga chiqing. Xudo xolasa kelganingizdan keyin syomka qilib mashinani o'zingizga topshiramiz. 5 million so'm dogovor bilan oylik to'lovlari 2 yil 2 million 800 ming so'mdan chiqariladigan bo'lib kelishildi. Hammasida xabaringiz bor oylik to'lovlardan. Xabarim bormi? O'zini narxi mashina 40 million so'm 2012-yil. Bo'ldi. Yaxshi Alisher aka, yo'lga chiqaring. Xudo xolasa siz mashinani zanit qildi, sizga berildi. Xudo xolasa kelavering. Bo'ldi, rahmat. Yaxshi yo'lingiz bo'lsin. Hurmatli obunachilar, kim mana shunday xizmatlarimizga pastda nomerlarni qoldiramiz. Diğer haftada sizdan